Bir butulka spirtli ichimlik butun bir boshqa xalqni yo'q qilib yuborgan. Shimoliy Amerikaga yevropaliklar kelishni boshlaganda u yerda yashovchi mahalliy xalq, indeyslar spirtli ichimlik haqida umuman ma'lumoti bo'lmagan. Buni bilgan yevropaliklar mahalliy xalqni spirtli ichimlik ichishga o'rgatgan. Sekin asta spirtli ichimliklarni, arzon spirtli ichimliklarni qimmat mo'ynalarga almashtirishgan. Shunday qilib, mahalliy xalq alkogolizm degan baloga chalingan va keyinchalik esa spirtli ichimlikni mo'ynaga emas, yerlarga almashtirishni boshlagan. Mana shunday qilib, bir katta xalq qarib yo'qolib ketgan. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, haligacha o'sha mayda indeyslar yashaydigan qabilalar alkogolizm degan balo bilan kurashib kelmoqda. Do'stim, spirtli ichimlikning me'yorini bilish yoki sog'liq uchun degan joyi yo'q. Bu faqatgina o'zingizni o'zingiz aldash. Hamma narsa oz-ozdan boshlanadi. Ishingizda tartibsizlik, oilangizdan baraka qochishi va hayotingiz izdan chiqib ketishi mumkin. Va bunga millionlab misol